Vodorodli suv bugungi kunda juda ommalashgan va mashhur mavzuga aylangan. Bugun butun dunyo bu haqda gapiryapti. Kimdir uni foydali deb hisoblaydi. Inson energiyasini oshiradi, qarishni sekinlashtiradi, hatto ozishga yordam beradi deydi. Boshqalar esa bu oddiy suvdan hech qanday farqi yo'q deb hisoblaydi. Unaqada haqiqat qayerda? Rossiyada birinchi marta vodorodli suvning foydasi haqida texnika fanlari doktori professor Vitold Mixaylovich Bahir so'z ochgan. 2007-yilda esa Yapon olimlari suv tarkibidagi molekulyar vodorod antioksidant xususiyatiga ega ekanligini tasdiqlagan edi. Bu yangilik ham olimlarda, ham shifokorlarda juda katta qiziqish uyg'otdi va bu qiziqish haligacha so'nmadi. Shunday ekan, vodorodli suv haqiqatan ham foydalimi yoki yo'qmi? U inson salomatligiga qanday ta'sir qiladi? Bu savollarga javobni biz tibbiyot fanlari doktori professor Oleg Stefanovich Medvedev bilan birga aniqlashtiramiz. Oleg Stefanovich Medvedev, tibbiyot fanlari doktori, professor, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti farmakologiya kafedrasi mudiri va fundamental tibbiyot fanlar fakultetining birinchi dekani. Xayrli tong. Xayrli tong, marhamat keling. Yaxshimisiz? Xayrli tong. Xayrli tong. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Oleg Stepanovich, vodorodli suv nima o'zi? Axir suvda vodorod bor emasmi? H2O. Albatta, suv molekulasi 2 vodorod atomi va kattaroq bir kislorod atomidan tashkil topgan bo'ladi. Lekin ular bir-biri bilan mustahkam bog'langan. Vodorodli suvda esa qo'shimcha erigan holda molekulyar vodorod H2 mavjud bo'ladi. Bu esa oddiy suv H2O dan farq qiladi. Umuman olganda biz oddiy suv H2O dan tashkil Xuddi topgan shunday. va o'zaro mustahkam bog' bilan bog'langan desak to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, sun'iy ravishda suvga alohida vodorod qo'shilish mumkin. Bunda vodorod suvda erkin erigan holda bo'ladi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bu molekulyar vodorod nimasi bilan ajralib turadi va bu nima uchun kerak? Bilasizmi, molekulyar vodorod antioksidant, ya'ni oksidlanish stressi bilan kurashishda bu juda ham muhim. Oksidativ stress, haddan tashqari oksidlanish, bu tezroq qarish, ajinlar paydo bo'lishi, noinfeksion kasalliklar, ya'ni gipertoniya, yurak yetishmovchiligi, diabet va boshqa kasalliklar rivojlanishiga olib keladi. Molekulyar vodorod esa organizmga zararli bo'lgan aktiv holatdagi kislorodlarni bog'lab, ularni mutlaq zararsiz shakldagi suvga aylantiradi. Umuman bu antioksidant stress bizda qanday paydo bo'ladi? Bilasizmi, bu stressni paydo bo'lishiga atrof muhit ta'siri, iflos havo, ko'p miqdordagi avtomobillar, noto'g'ri va tartibsiz ovqatlanish, ko'p miqdorda trans yog'lar iste'mol qilish, organizmni ortiqcha zo'riqish kabi har xil omillar me'yordan ortiqcha aktiv holatdagi kislorodni paydo bo'lishiga olib keladi. Bu esa hujayradagi DNK, RNK, fermentlar, oqsillar va shu kabi boshqa moddalarni oksidlanib, organizmni erta qarishi va ko'plab kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu radikallar ichida eng xavflisi gidroksilli radikallardir. Ular juda agressiv radikal bo'lib, yog'lar, oqsillar va DNKga zarar yetkazadi. Bu esa hujayralar, to'qimalar, shuningdek organ, umuman olib qaraganda tizim faoliyatini buzib yuboradi. Organizmda tabiiy oksidant tizim mavjud, lekin ular bunday kuchli oksidant oqimiga genetik jihatdan aslo tayyor emas. Ba'zan mutlaqo ojiz qoladi. Bu holda meni tushunishimcha antioksidant sifatida vodorod noyob xususiyatga ega. Mutlaqo to'g'ri. Shuni aytib o'tish kerakki, 2007-yilda birinchi bo'lib Yapon olimlari tomonidan vodorodning antioksidant bo'lishligini isbotlovchi asosiy maqola chop etildi. Boshqa antioksidantlardan buni asosiy farqi vodorod molekulasi dunyodagi eng kichik molekula. Vitamin C dan sezilarli darajada siz biladigan ko'plab kremlarda ishlatiladigan mashhur antioksidant koenzimdan deyarli 400 barobar kichik. Shuning uchun ham vodorod
hujayraning membrana qobig'idan oson o'tib ketadi. Boshqa antioksidant molekulalar kattaligi sabab membrana qobig'idan qiyinchilik bilan o'tadi. Vodorodning ustunligi ham shunda. O'lchami katta bo'lganlari hujayra qobig'idan o'ta olmaydi. Molekulyar vodorod kichkina molekula hujayra qobig'idan o'tib, hujayra ichidagi faol zararli shakldagi kislorod bilan birikadi. Bu juda ham muhim xususiyat, chunki natijada faqat zararsiz bo'lgan suv hosil bo'ladi. Shuning uchun bu mutlaqo xavfsiz. Shu bois ilmiy tibbiyotda bunga yildan yilga qiziqish ortib bormoqda. Har yili ilmiy maqolalar soni ham ortmoqda. Bugungi kunda molekulyar vodorod samaradorligi haqida yiliga 100 dan ortiq maqola chop etilmoqda. Shunday ekan, bu mavzu tibbiyotda haqiqatan ham qiziqarli, yangi rivojlanayotgan yo'nalish. Tushunishim bo'yicha organizmga qancha ko'p miqdorda vodorod kirsa, shuncha yaxshi, Tibbiyot to'g'rimi? nuqtai nazaridan to'g'ri va vodorodning xavfsiz ekanligini organizm o'zi ham ishlab chiqarishi tasdiqlab turibdi. Bu antioksidantni organizm o'zi ham ishlab chiqaradi, lekin ko'p hollarda atrof muhitning salbiy ta'sirlari tufayli yetishmaydi. Buni miqdorini vodorodli suv ko'rinishida iste'mol qilish orqali oshirish mumkin. Suvda vodorod miqdorini qanday bilsa bo'ladi? Buni o'lchash mumkinmi? Juda yaxshi savol. Bu suvning tashqi ko'rinishi oddiy suvdan farqi bo'lmaganligi sababli ko'pincha odamlar shubhalanadi. Hozirgi kunda suvdagi vodorod miqdorini o'lchaydigan qurilmalar Mana mavjud. bizda misol. Mana shunga o'xshash qurilma va biz suvdagi vodorod miqdorini o'lchab ko'rsak bo'ladi. Mana shunday qilib. Bu oddiy suv, to'g'rimi? Biz qurilmani suvga solganimizda oddiy suvda ko'rsatkich 0 ga teng va molekulyar vodorod yo'q. Endi biz shisha idishdagi oldindan vodorodga to'yintirilgan suvni quyib olsak, hozir nima chiqishini ko'ramiz. Mana shunday suvga botiramiz. Mana va ko'ryapmizki, vodorod miqdori ko'rsatkichi oshib boryapti va 0,6 dan oshdi. Bu ko'rsatkich terapevtik muolaja uchun yetarli terapevtik ko'rsatkich hisoblanadi. Bu maxsus vodorod elementiga to'yintirilgan suv. Xuddi shunday. Suv mazasida farqlanadimi yo bir xilmi? Vodorod miqdori ppm va ppb bilan o'lchanadi. Mingdan bir yoki milliondan bir suvdagi vodorodning miqdorini o'lchaydigan uskuna. Demak shunday, Buni ta'miga qarab aniqlasa bo'ladi, ammo bu qiyin, farqi juda kam. Ya'ni mana bu suvni biz krandan quyganmiz. Bunisi esa maxsus shisha idishga qo'yilgan shunday. vodorodli suv. Umuman olib qaraganda qurilma buni Qurilmaning tasdiqlayapti. ko'rsatkichi shuni tasdiqlayapti. Shunday qilib biz har doim aynan shu suvda vodorod molekulasi borligini bilamiz. Bu suv foydali va antioksidant xususiyatga ega. Demak, ekranga e'tiborimizni qarataylik. Vodorodli suv foydasiz. Bu to'g'rimi yoki afsona, Alex Stepanovich? Yo'q, bu afsona. Buni gapirayotganlar bu oxirgi ilmiy adabiyotlardan bexabar bo'lgan kishilar. Tibbiyotda aniq fikrlar bildirilgan. Bu foydali va faol oksidant hamda mutlaqo bezarar. Alex Stepanovich, tashrifingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Ko'rganimizdan xursandmiz.